Mana onasaning tumanlaringni rayat deli bo'ladi-ku, tumanni ichki ishlar bo'limiga kirib jinoyatlarning soni va turini so'rang. Nechta o'g'ri bo'lsa 100% musulmon hammasi. Nechta mashinnik bo'lsa hammasi musulmon. Nechta nomussiz buzuq ayol bo'lsa hammasi musulmon. O'g'ri hammasi musulmon. Pichoq suqqan ham musulmon, suqilgan ham musulmon, o'lgan ham musulmon, o'ldirgan ham musulmon. Arzimagan narsaga uydagi kelinini xorlab, xo'rlab talab qo'yasan deb talab qo'ydirayotgan pastkash Xudo xola Xudo tog'a ham musulmon. Musulmonmisiz? Ha deydi. Hem musulmon bo'lmay o'lsan o'sha. Arzimagan narsaga kelinini haydaydigan, arzimagan narsaga xotinini xorlab, xo'rlab uradigan paskuda erkaklar. Rasululloh aytganlar, pastkash erkak xotinni kamsitadi deganlar. U namoz xonmi yana qayta aytaman, hojimmi, qorinmi, mullami, eshonmi, taqsirmi farqi yo'q. Xotinni kamsitmasin. Xotiniga zulm qilmasin, xorlamasin, xo'rlamasin. Ota-onasini rozi qilsin, zo'r xizmatini qilsin. U namozi, u hojisi, u madrasada o'qishi o'zini problemasi. O'zini ishi Alloh bilan o'zini orasidagi ish u. Lekin mano farzandmi? U должен.